Sizlar mana bu joy namozlarni chiroyliligini, qulayligini qaranglar-da. Bular ixlos joy namozlaridan oilaviy, o'sha oila a'zolariga mos qilib chiqazilgan. Katta joy namoz, pushti rangidan kichkina. Onasiga, qiziga yoki mana dadasiga, o'g'liga, mana bu farzandinglar o'qishi uchun ham juda ham kichkinagina, o'ziga mos qilib chiqazilgan. Mana bunisini o'zimga oldim men. Eng asosiysi ixlos joy namozlarini eng zo'r tarafi, misol uchun erkaklar ko'p jumaga chiqadi. Jumaga chiqqan payti ko'pincha ko'chada o'qishga to'g'ri kelib qoladi. O'shanda tagi kir bo'lib qoladi yoki yomg'ir yoki mana hozir sovuq kunlarda zax o'tmasligi uchun tagi kojalik, mana shunaqa ko'rib turganingizdek, mana bunisi ham o'zini rangidan kojali, bunisi ham mana. Kafellar ustida deysizlarmi yoki ko'chada o'qib qoladigan yomg'ir, suvli joylarda umuman o'tkazmaydi, zax ham, suv ham o'tkazmaydi. Usti yumshoqqina, mana bu joylarni qaranglar. Tikilishlaridan bir dona ham xato topolmaysizlar. Ixlos joy namozlari haqiqatan oilaviy olaman desanglar, juda ham zo'r. Ko'rib turibsizlar? Kichkinasi, kattasi, kichkinasi. Yosh katta ota-onalar uchun yokida tizzasida og'rig'i borlar uchun maxsus qoplamali joy namozlarni ham bulardan topasizlar. Tizza qo'yadigan joyi yumshoq, tizzani og'ritmaydigan holatda ishlab chiqarilgan.